Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz qoldiqli bo'lish, ya'ni matematikani 3-mavzusini boshlaymiz. Xo'p. A sonini qanaqadir B soniga bo'lsak, n bo'linma, r nima? Qoldiq. Demak, A bu yerda nima? Bo'linuvchi. B-chi bo'luvchi. Demak, A'miz bu yerda bo'linuvchi. Bo'luvchi. B-chi bo'luvchi. Bo'luvchi n bo'linma. R qoldiq. Mayli. Bo'luvchini paydo qilib olish uchun har doim bo'luvchi teng bo'luvchi bilan bo'linma har doim nima bo'ladi? Bir-biriga ko'payadi, qoldiq qo'shiladi. Plus r. Mana shunaqa qoida asosida ishlanadi. Qoldiq har doim qo'shiladi, ayrilmaydi. Ertaga misollarda masalan qoldiqli bo'lishni ifodalagan qatorni topib ber degan savollar keladi. O'sha vaziyatlarda agar ayrilgan bo'lsa mana shu joyi u qoldiqli bo'lishni ifodalamaydi. Har doim qoldiq nima bo'ladi? Qo'shiladi. Har doim qoldiqimiz qo'shiladi. Demak, buning uchun topib olish tushunarli. Bo'linuvchi teng, bo'luvchi bilan bo'linma har doim ko'payar ekan, qoldiq qo'shilar ekan. Mana shu qoida asosida ishlanadi mavzuyimiz. Masalan, 9 sonini 2 ga bo'lyapmiz. Nechiga? 2 ga bo'lyapmiz. Nechtadan? 4 tadan, to'g'rimi? 4 kere 2. 8. Nechi qolib qolyapti marjona? 1 qolib qolyapti. 9 tenglik qarang. Har doim b ikkalasi bir-biriga nima bo'ladi? Ko'payadi. 2 ko'paygan 4 plus qoldiq qo'shiladi. 2 kere 4 8, 1 qo'shsak 9. 9 ga qaytarib beradi. Xo'p, birinchi misolimizga qarasak, birinchi misolimizda nima degan? 243 ni qandaydir songa bo'lganda, mana qarang. 243 ni qandaydir songa bo'lganda, ya'ni qandaydir son x da, bilmayman, x da bor. Qandaydir songa bo'lganda, ya'ni x ga bo'lganda bo'linma 15 ga. Bo'linma necha chiqdi? 15. Qoldiq 3 ga teng ekan. Qoldiq necha chiqdi? 3 ga teng. Bo'linuvchi nechaga teng bo'ladi deb turgan. Nima? Bo'linuvchi, ya'ni x ni so'rayapti. Nechaga teng bo'ladi deyapti. Demak, bo'lmaydi. Bo'linuvchimi? Bo'linuvchi teng, ha? 243 tenglik har doim bo'luvchi bilan bo'linma bir-biriga ko'payadi. 15 ko'paygan x plus 3 qoldiq qo'shiladi. Mana nima paydo bo'ldi? Tenglama paydo bo'ldi oddiy. Va Jahongir plus 3 bu tarafga nima o'tadi? Minus 3 o'tadi. 243 da ichda yozsak 240 tenglik 15 ko'paygan x. 15 bu tarafga nima o'tadi? Bo'linma. 240 ni 15 ga bo'lsak necha bo'ladi? 240 ni 15 ga bo'lsak 16. 16. Demak, bizlardan so'raladigan narsa bo'linuvchi nimaga teng? Bo'linuvchi nimaga teng ekan? 16 ga teng ekan. Demak, qaysi javob? B javob. Tushunarli? Xo'p, 6-misolimizga qarasak. Qaysi tenglik qoldiqli bo'lishni ifodalaydi debdi. Mana qaranglar. Birinchi tenglikka bitta e'tibor qilamiz. 9 kere 5. 5, 2 narsalari 43. Ikki tomon bir-biriga tengligi chiqaveradi. Nima dedim boya? Har doim qoldiq bir-biriga qo'shilishi kerak. Demak, o'rtada ayrilibdi. Demak, birinchisi qoldiqli bo'lishni ifodalamaydi. Masalan, qaranglar. 43 bu yerda bo'linuvchi. Nechiga bo'lyapti? 9 ga bo'lyapti. Nechtadir? 5 tadan emas. Nechtadan bo'ladi o'zi aslida? 4 tadan bo'lishi kerak. 4 kere 9 36 qoldiq necha bo'ladi? 13 dan 6 ayirib tashlasak 7. To'g'rimi? Ular nima qilyapti? 5 tadan berib 2 ga ayirib qo'yapti. Ya'ni xato tenglik demoqchiman-da. O'zi 5 tadan berilmaydi, 4 tadan beriladi, to'g'rimi? Xo'p, ikkinchisi demak birinchisi xato ekan. Bu to'g'rimi? Qaranglar. 43 ni nechiga bo'lmoqchi? 8 ga. Mana bu
bo'linuvchi bo'linma qoldi. 8 ga bo'lyapmiz. Nechtada? Asilbek. Nechtada? 8 kara 5. 40. Aytlasak 3 qoldi. Haqiqatan 43 dek. 8 ga 5 ko'payadi. 3 qo'shiladi. Bu to'g'ri keldi. Xo'p, ikkinchi variantimiz to'g'ri keldi. Uchinchi variantimiz 43 ni nechiga bo'lamiz? 7 ga. 7 ga. Nechtada? 5 tadan deb ular beryapti. Nechtada o'zi Asilbek? 6 tada. 6 kara 7 42. Qoldiq nechi? 1. Ular qoldiqda 8 qoldi. Xato berilgan. Demak, xato. Tushunarli? Marjon tushunmay qoldikmi? Tushundingmi? Xo'p, keyingi variantimiz 43 ni nechiga bo'lamiz? 21 ga. Nechtadan beramiz? 2 tada. 1 kara 2 2 4. 42 nechi qoldi? 1. 43 deng 21 ga 2 ko'payadi. 1 qo'shiladi. Bu ham to'g'ri. Demak, qaysi variantlar to'g'ri kelyapti? Ikkinchi va to'rtinchilar to'g'ri. Qaysi javob? C javob. Yaxshi. Tushunarli? Tushunmay qoldikmi? To'g'ri. Tushundiga? Bunday qolsalar so'ranglar, qayta ko'ramiz. 8-misolimiz. 9 ni 10-sini 7 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. 9 ni 10-sini 7 ga bo'lgandagi qoldiqni toping deyapti. 9 ni 10-sini agar hisob-kitob qilmoqchi bo'lsak, o'shanaqa 9 dan 10 marta ko'paytib, ketamizdagi 7 ga bunga qancha vaqtimiz ketib qoladi, to'g'rimi? Bu juda ham bir yaxshi usul bor. Qaranglar, qanaqa tartibda ishlaymiz. 9 ni 10-sini 7 ga bo'linadigan qilib to'g'rilab yozib olamiz. Ya'ni nima deymiz? Qaraymiz. 9 ni 7 plyusdan 2 desak bo'ladimi? Qavsda 10-si. 7 ga 2 ni qo'shsak 9 qaytarib beradi. Demak, 7 ni 7 ga bo'lsa qoldiq nima qoladi? 0 qoladi, to'g'rimi? O'sha qismini tashlab ketasizlar. 2 ni 10-si bo'yicha ishlaymiz endi. Tushunarli? Buni nima qilamiz? Soddalashtirib olamiz. Xo'p, qayta soddalashtiramiz. 2 ni 10-sini 2 ni 5-sini qavsda nimasi? Kvadrati, to'g'rimi? 5 ga 2 ko'paysa 10 ni qaytarib beradi. 2 ni 5-si necha bo'ladi? 32. 32 ni kvadrati. 32 ni necha qo'shuv nechaga olsak bo'ladi? 28 plus 4. Ayrilgan bo'lmaydi. Har joy yig'indi shaklida. Shunga juda ham yaqinini olasizlar-da, ya'ni 28 plusdan 4 deb olsak bo'ladi. Demak, 28 plus 4 ni qavsda nimaga aynan 28 plus 4 dedi? 28 7 ga bo'lingan uchun 7 ga bo'lgandagi qoldiqni so'rayapti-ki, o'shaning uchun. Ertaga 9 ga bo'lganda qoldiq desa, vaziyat o'zgaradi. 27 plusdan 5 deyman. Ya'ni 29 ga bo'linadi-ku. O'sha yerda tushunyapsiz? Demak, 28 7 ga bo'lsa, qoldiq nechi qoladi? 0 qoladi. Qoldiq qolmaydi. Nechi qolyapti? 4 ta kvadrati. 4 kvadrat nechi bo'ladi? 16. 16 ni nechiga bo'lib qo'yamiz? Endi soddalashtirmaydigan qoldi. 7 ga bo'lib qo'yamiz. 16 ni 7 ga bo'lsa nechtada? 2 tada. 2 kara 7 14. Ayirib tashlasak 2 qoldi. Tushunarli? Borish javob? C javob. C javob. Xo'p, ertaga mabodo menga misol tayyorlasa nimadir qo'shilgan, nimadir deyish xayoliga kelmaydi desalar. O'zi misol tayyorlasa sonlar kattaroq kelibdi, misol tayyorlasa. Nima qilasizlar? 9 ni o'zini 7 ga bo'lib yuborasizlar. 9 7 ga bo'lsak 2 qolib qoladi, to'g'rimi? O'sha qoldirib olasizlar, 2 ni 10-si deb yozib olasizlar. Tushunarli? 2 ni 10-sini soddalashtirasizlar. 2 ni 5-sini nimasi dedik? Kvadrati dedik, to'g'rimi? 2 ni 5-si necha bo'ladi? 32 bo'ladi. Demak, 32 ni kvadrati, to'g'rimi? 32 ni nima? 32 ni 7 ga bo'lasizlar taxmatdagilar. Necha qolib qoladi? 4 dan berasa 28, 4 qolib qoladimi? O'sha qoldig'ini olib ishlatib ketaverasizlar-da. 4 ni nimasi deysizlar? Kvadrati deysizlar. 16. 16 ni 7 ga bo'lganda qoldiq. To'g'ri keladi shu bilan. Tushunarli? Nimadir qo'shilgan, nimadir demaysa ertaga o'zini bo'lib olyapman 7 ga. 9 7 ga bo'lganida 2 qolib qoladi, to'g'rimi? Darajasi emas, 9 o'zini bo'lib 2 qolib qolyapti. 2 ni 10-sini yozib oldim mana.
5 kvadratni to'g'rilab olyapman. 32 kvadrat, to'g'rimi? 28 plus 4 demak, 32 ni o'zini ichiga bo'lib oryapman. 7 ga bo'lib oryapman. 32 7 ga bo'lsak, qoldi 4. Mana 4 ni qoldi qilib ishlataverasizlar demoqchiman-da. Qoldi qilib ketaverasizlar. Bu yig'indi bilan o'zi aslida bir xil. Ertaga qo'shilgan dalga bu yo'l bo'yicha ishlab qo'ysalar bo'ladi demoqchiman-da. Yig'indi shaklida yozmaysizlar. Tushunayapsizlar tushunarli? Xo'p, 10-misolimizga qaraymiz. Demak, ikki holda qaysi javob bo'ldi? C javob bo'ldi. Tushunarlilar 8-misol? 10-misolimiz. Ifodani 6 ga bo'lgandagi qoldiqni toping deyapti. Qaranglar, nima qilasizlar? Buni hammasini qo'shib chiqib 6 ga bo'lmaysizlar. Tushunarli? Vaqt ketkazmaymiz, oson yo'li. Har birini yig'indini o'zini adinni 6 ga bo'lib yuboraman. Hamma yig'indini adinni 6 ga bo'lib chiqaman jahonga. Qoldiqlari qoladi. O'sha qoldiqlarini ham qo'shaman agar mabodo kattaroq son bo'lsa, o'sha qoldiqni yana 6 ga bo'lamandan qoldiq topib qolaman. Mana qarang. 7 ni 6 ga bo'lsa, qoldiq nech qoladi? Qoldiq nech qoladi 7 ni 6 ga bo'lsa? 1 qoldiq qoladi. 69 ni 7 ga bo'lsa, 6 ga bo'lsa o'zi 6 ni 6 ga bo'linadi. 9 ni bo'ladigan bo'lsa, 3 qoldiq qoladi. Tushunarli? Marjona 671 6 bo'linadi, 7 ni ichida. Nech qoldiq qoladi? 5. Adashmaliga. Xo'p, 6 bo'linadi, 6 bo'linadi, 7-da 1 13 bo'ladi. 2tadan bersak 1 qoldiq qoladi. To'g'rimi? Xo'p, 6 ga bo'linadi, 6 bo'linadi, 6 bo'linadi, 7 ni 6 ga bo'lsak 1, 5 ga 15, 15 ni 6 ga bo'lsak 2tadan nech qoldiq qoladi? 3. Mana shu qoldiqlarni nima qilamiz? Qo'shib chiqamiz. 1 ga 3 qo'shsak 4, 4 ga 5 qo'shsak 9, 9 ga 1 qo'shsak 10, 13. 13 ni ichiga bo'lib qo'yamiz. 6 ga nechtada? 2tada 12 qoldi 1 ekan. Tushunarli? Demak, bor o'sha javobimiz A javob. A javob. Xo'p, 11-misol. Tushunarlimi? 11-misolimiz? Xo'p, 11-misolimizda nima deyapti? Mana shuni 2 ga, 4 ga, 5 ga, 9 ga, 10 ga va 25 ga bo'lganda hosil bo'ladigan qoldiqlar yig'indisini toping deyapti. Buni bittara bo'lib chiqmaymiz. Bo'linish alomatlarini yo'qlaganmiz. O'sha bo'linish alomatlaridan foydalangan holda ishlaymiz. Demak, sonimizga qarang, juda ham katta son-a. Shuni 2 ga, 4 ga, 5 ga, 9 ga, 10 ga va 25 ga bo'l va o'sha qolgan qoldiqlarni yig'indisini top deyapti. 2 ga bo'lsam shuni, mana shu sonni 2 ga bo'lsam, qoldiq nech qoladi? 0. 2 ga bo'linadi, chunki oxir raqam 4 bilan tugayapti-ku. Demak, bo'lindimi? Qoldiq nima qoladi? 0 qoladi. Jahonga tushundikmi? Plus 4 ga bo'lsa, 4 ni bo'linish alomati qanaqa edi? 4 ni qo'ydasi. Oxirda ikkita raqam 0 bilan tugasa yoki oxirda ikkita raqam 4 ga bo'linsa edi. Oxirda ikkita raqamlar 0 bilan tugamagan. Demak, 54 ni nima qilamiz? 54 ni mana 4 ga bo'lasizlar taxmataklar. Bittadan 4, 14, ikkitadan 12 nech qolib qolyapti? 2. Demak, mana shu sonni hozir 4 ga bo'lganlaring bilan 4 ga bitta bo'lib chiqsalar bilan mana shu qoldi qoladi. Ya'ni buni salomatdan foydalanishyapsiz-ku hozir. To'g'ri keladi demoqchiman. Qoldi necha bo'ldi? 2. Plus keyingisi 5 mi? Qarang. Oxirgi raqamni 0 yoki 5 bilan tugasa, bunday sonlar 5 ga bo'linadi. Oxir raqam nima bilan tugayapti? 4. 4 ni o'zini olasizlardan 4 nechiga bo'lib orasizlar? 5 ga bo'lib orasizlar. Tushunarli? Har doim qoldiq marjoni kichkinasini o'zi bo'ladi. 4 ni 5 ga bo'lib bo'ladimi? Yo'q. Qoldiq o'zi bo'ladi. Tushunarli? Ertaga 1 da 7 ga bo'lganda qoldiq topib ber desa, 1 da o'zi bo'ladi qoldiq. Jahonga kichkinasi o'zi bo'ladi. Demak, necha bo'ldi hozir bu yerda? 4 bo'ldi. Mana qo'shilgan 4. Plus, tushunarli? Keyin 9. 9 ni foydasi qanaqa? Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, bunday sonda 9 ga bo'linadi. Katta qo'shib chiqayotgan bo'lsa, 3 ga 6 bo'lsa, 9, 9 ga 4, 13, 18, 23, 27, 34, 42, 45, 54. 54 9 ga bo'linadi. Demak, bu son ham 9 ga Shodiyani bo'linadi. Qoldi
0 qoladi deganda bo'linsa, to'g'rimi? Plus unga oxirgi raqami 0 bilan tugasa, oxirgi raqam nima bilan tugayapti? 4 bilan. 4-chiga bo'lamiz. Unga bo'lsa qoliq nima bo'ladi, Marjona? 4 ta o'zi bo'ladi, kichkinani o'zi bo'ladi. Demak, plus 4 qo'shilgan. 25 ga oxiri 25 foydasini eshitamiz. Oxiridagi ikkita raqami 0 bilan tugasa yoki oxirida ikkita raqam 25 ga bo'linsa, bunday sonlar 25 ga qoldiqsiz bo'linadi. Oxiridagi ikkita raqam 0 bilan tugamagan. Oxiridagi ikkita raqam 25 ga bo'linsa dedi. 54 ni ichiga bo'lib yuboramiz. 25 ga 54 ni mana taxmataklab 25 ga bo'lib yuboramiz. Eshitadi. Ikkitadan 50 hech qoladi qoldig'imiz 4 qoladi. Demak, qo'shilgan qoldig'imiz nima ekan? 4 ekan. Ketdi. 2 ga 4 qo'shsak 6 14. Qoldiqlar yig'indisi nima ekan? 14 ekan. Bormi Shomajon? Javob. Tushunarli? 11-misolimiz javobi nima bo'ldi? Javob bo'ldi. 13-misolimizni eshitamiz. Ikkita natural sonni 5 ga bo'lganda mos ravishda 1 va 3 qoldiq hosil bo'ladi deyapti. Ikkita natural sonni 5 ga bo'lganimizda mos ravishda bittasida qoldiq 1 chiqsin, ikkinchisida qoldiq nech chiqsin? 3 chiqsin deyapti. Bu sonlarning kvadratlarini yig'indisini 5 ga bo'lgandagi qoldiq nechaga teng bo'ladi deyapti. 6 bilan 8. Demak, nechiga nechi? 6 bilan 8. Qarang. 6 ni 5 ga bo'lsak, Marjona. Bittadan 5 hech qolib qolyapti? 1 qolib qolyapti. Aytyapti, ikkita natural son top, o'shani 5 ga bo'lganingda qoldiq bittasida 1 chiqsin, ikkinchisidachi 3 chiqsin deyapti. Ikkinchisi nechi masala? 8 deya. 8 ni 5 ga bo'lsak, 5 hech qoldiq 3. Demak, 6 bilan 8 to'g'ri kelyaptimi, kelmayaptimi? Tushunarli? Boshqa sonlar tanlasangan bo'ladi. Nisbatan bu eng kichikroq ostidan chiqadi, zero chiqib qo'yamiz. Tushunmadik, bilsa. Tushuniga ikkita natural sonni 5 ga bo'lganingda bittasini qoldig'i 1 chiqsin, ikkinchisi qoldig'i 3 chiqsin. O'sha sonlar o'zini top deyapti. O'sha sonlar 6 ga 8. To'g'rimi? Mana shuni kvadratlarini yig'indisini 5 ga bo'lgandagi qoldiqni top. Bitta sonimiz necha bo'ldi? 6 mi? Ikkinchisi 8. Mana shu sonlarning kvadratlarini yig'indisi deyapti. 6 kvadrat 36, 8 kvadrat 64. Yig'indisi 100 bo'ladimi? Mana shu sonlarning kvadratlarini yig'indisini 5 ga bo'lgandagi qoldiqni top. Demak, buni 5 ga bo'lsa qoldiq nech qoladi? 0. Chunki oxirgi raqam 0 bilan tugayapti, 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, bormi o'sha javob? Tushunarli? 16-misolimiz. 35 ta natural sonni ketma-ket yozish natijasida hosil bo'lgan mana shu sonni 25 ga bo'lish natijasida hosil bo'lgan qoldiq nechaga teng bo'ladi deb kelgan. 35 ta natural son ketma-ket yozilyapti hozir bu yerda. 35 ta natural son. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 ketyapti. Juda ham katta son hosil bo'ladi, to'g'rimi? Juda ham nichidir xonali juda ham katta son hosil bo'ladi. O'sha hosil bo'lgan soningda nechiga? 25 ga bo'lgandagi qoldiqni topib ber. Sizlarga xonali son hosil bo'lishi ham kerak emas, qanday katta darajada hosil bo'lgan son kerak emas. 25 foydasi oxiridagi ikkita raqami 0 bilan tugasa yoki oxiridagi ikkita raqam 25 ga bo'linsa, bunday sonlar 25 ga bo'linmaydi. Oxirida ikkita raqamni ishonsalar bo'ldi. Nechi? 35. 35 nima qilamiz Shohruh? 25 ga bo'lamiz. Nechtada? Bittadan 25 ayamtalasak 10 qoldi. Tushunarli? 10 alomatdan foydalanib qoldi, ishlab qo'ydik. Qaysi javob? Dema, dema. Tushunarli? Tushunmay qoldi. Tushuniga? 21-misol. Nechta ikki xonali son 15 ga qoldiqsiz bo'linadi? Ikki xonali son necha tugaydi o'zi? 99. 99 nechaga bo'lib qo'yamiz? 15 ga bo'lib qo'yasizlar. Nechtadan? 6 tadanmi? 6 kare 5 30, 90 bo'ladimi? Qoldig'i kerak emas. Nechta ekan? 6 ta. O'sha bo'lganlarida o'sha
bo'linmasini qo'ysalaring bo'ldi. 2 xonali son degan. Bir xonali sonlarda 15 ga bo'linadigan o'zi yo'q. 15 dan boshlanadi, 2 xonali sondan boshlanib, 2 xonali sondan tugagan. O'shaning uchun nimadir aytdik, nimadir qo'shilgan narsa yo'qdi. Nechta ekan? 6 ta ekan. Qaysi javob? D javob. Tushunarli? Qolgan misollar uyga vazifa bo'ladi. Hammasini tugatamiz. O'xshaydiganlarni ko'rsatdim. Tushunarli?